2026-yil avgust oyiga va sentyabr oyiga litsenziyalangan firmadan umra safariga bormoqchiman. Hikmat Travel narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun Xudo xohlasa bugun Abdug'ofur aka oldilariga yana yetib kelganmiz. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Videomizni boshidan bittadan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalar obuna bo'lib qo'ysalar, Xudo xohlasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Abdug'ofur aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, biz obunachilar uchun ham bir endi narxlar tushuntirib berasiz aka. O'zi borishgandan keyin sharoitlari qanaqa bo'ladi, sizlar to'lov masalalari qanaqa aka? Xo'p bo'ladi. Farg'onadan uchaman degan obunachilarimiz uchun 23-avgust, 29-avgust va 30-avgust kunlar reyslarimiz bor. Buni narxini $995 qilib beramiz, Xudo xolisa. Zo'r. Yo, Toshkentdan boraman deydigan obunachilarimiz uchun Toshkentdan har kuni yoki kun ora reyslarimiz bor. Masalan, 24-25-avgust qolgani ham o'sha kun ora yoki har kuni reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqinglar, joylarni bron qilsalar bo'ladi. Toshkent reyslarimiz narxini $965 qilib beramiz, Xudo xolisa. Zo'r. O'zlariga qulay bo'lgan joydan ketsa bo'ladi. Bemalol. Sentyabr oyida bormoqchi bo'lganlar uchun Toshkent reyslarimiz kunlari sentyabr oyiga 4-sentyabr, 5-sentyabr, 6-7, 8, 11, 12-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Bularning narxini $965 qilib beramiz, Xudo xolisa. Xo'p, yo, men Vodiydan sentyabr oyida boraman degan obunachilarimiz uchun 3-sentyabrdan boshlab Namangandan reyslarimiz qo'yilgan. 3-sentyabr, 10-sentyabr, 17 va 24-sentyabr kunlari Namangandan reyslarimiz bor. Bularning ham narxini $995 qilib beramiz, Xudo xolisa. Ertaroq joylarni bron qilib qo'ysalaring, agar sentyabr oyiga o'tganda narxlarimiz oshsa, sizlar joylarni bron qilganlarning hisobiga bu sizlarga ta'siri yo'q. O'sha nech puldan bron qilgan bo'lsalaring, o'sha narxdan uchib ketaverasizlar, Xudo xolisa. Zo'r. Mana endi aka obunachilar narxlarda eshitdi. Agar ma'qul keladigan bo'lsa, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi? Xo'p, to'lovlarimiz manzillari, xohlasa ofislarimizga kelib to'lov qilsin. Manzillari Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor ofislarimiz. Yoki bo'lmasa shu nomerlarda Telegram, WhatsApplar ishlayapti. O'z joylarini onlayn bron qilsa ham bo'ladi. Aloqaga chiqsa, qanaqa qilib bron qilish deydi, o'zimiz tushuntirib beramiz, Xudo xolisa. Zo'r. Endi aka borishgandan keyin sharoitlari qanaqa bo'ladi? Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gostinitsalarimiz uzoqligi, xo'p, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha. Lekin avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari 2 mahal Madina Munavvarada, 3 mahal Makka Mukarramada o'zbek milliy taomlari, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Xo'p, bundan tashqari mehmonxonada 4 kishilik, 5 kishilik joylashuvlar bo'ladi. 50 boshi iloji boricha aeroportdan birga borib, birga kelishadi. Xo'p, undan tashqari firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi. Xo'p, qaytilayotganda 5 litr zamzam suv bonus sifatida qo'shib beriladi, Xudo xolisa. Zo'r. Gap yo'q. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, o'zlaring joylarini bron qilishlari mumkin. Agar qanaqadir savollar tug'ilib qolgan bo'lsa, telefon qilsalaring, Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib yana ma'lumotlar beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha.